36. savol. İman degan nima? Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selam ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa İmam Hafiz el-Hakami rahimuhullah'nın İslam aqidisi hakkında 200 sual-javob kitabidan iman babidan 36. savol. İman degan nima degan savolning javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İman degan nima? Cevap: İman e'tirof qilish ve amal qilish. Ya'ni qalbiy ve til orqali e'tirof qilish, qalbiy, tili ve a'zolari orqali amal qilishdir. U taat ibodat qilish orqali kuchlanadi, gunoh ma'siyat o'tkazish orqali zaiflashadi. Mu'minlar iymonning kuchlik ojizligi bilan bir-biridan farq bo'ladi. Alhamdulillah, yuqorida İslam aqidisi haqqida savol-javoblar kitobidan iymon degan nima degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.